ko'pchilikni qiziqtiradigan narsa o'zi gen nimadi, u qayerda joylashgan, qayerdan olasizlar uni? Gen deganimiz bu DNKning ichida joylashgan narsa, DNK esa hujayraning ichida yadroda joylashgan. Hujayra degani bu xuddi g'ishtga o'xshagan biz organizm tashkil topgan kichkina bo'lakchalari. Milliard hujayralarimiz bor. Har bittasining ichida o'zini yadrosi bor, yadrosining ichida DNK va geni bor. Ya'ni biz ma'lum bir o'sha hujayralarni olib, ichidan DNKsini chiqarib tekshirsak bo'ladi. Eng oson yo'li bu qondan ajratib olish. Qonda shu hujayralarimiz bor, hujayralarimizdan chiqarib olsak bo'ladi buni. Lekin qonni tekshirganda ham shuni esda tutishimiz kerakki, masalan, ko'p vaziyatlar bor, qon quyilgan bo'lsa bemorga, bu boshqa odamni qoni, ya'ni hujayrasi, ya'ni DNKsi ajralishgan degani. Ya'ni qon quyilgan odamdan biz DNKni tekshirsak, natijasi xato chiqib qolishi mumkin. Buni doim esda tutishimiz kerak va ma'lum bir muddat kutib, qon quyilgandan keyin, quyilgan qondan tozalangandan keyin olib tekshirishimiz kerak. Yana bir juda muhim joyi bu masalan homilador ayoldan tekshirishimiz. Bu bo'yicha ham juda ko'p murojaatlar bor. Aynan homilador ayolning homilasini tekshirganda ham biz mana shu DNKni homilaning o'zidan tekshirishimiz muhim. Buni kontaminatsiya deydi, ya'ni onaning qoni aralashib ketishi mumkin homila suvini olinganda. Bu yerda ham bizga aynan o'sha adashtirib javob chiqarib qo'yishi mumkin. Shuning uchun albatta buni tekshirtirib, homilaning o'zini DNKsini tekshirish muhim.